Ko'pchilik yoshlar universitet haqida orzu qilishadi, lekin bu orzular ba'zan achchiq haqiqatlarga borib uriladi. Men ko'pchilik fanlarga yo'qlama uchun kelaman. O'zim xohlaganim uchun emas. Bu esa vaqtimni behuda sarflashimga va hayotimni aslish tuyg'usiga olib kelmoqda. Mening bilim darajamdan ko'ra formam uchun ko'proq qayg'urishadi. Bu kimga foydaligini hozirgacha anglab yetganim yo'q. Mening o'quv dasturimda mening yo'nalishimga aloqador bo'lmagan ko'pchilik fanlar bor. Aloqasi bo'lgan fanlarning ba'zilaridan olayotgan ma'lumotlarim esa amaliyotga tatbiq qilib bo'lmaydi. Bu fanlar haqida o'qituvchilardan so'raganimda, bu fanlar belgilab berilganligi va o'tilishi majburli ekanligi haqida javob olganman. Ko'pchilik yoshlar universitet haqida orzu qilishadi, lekin bu orzular ba'zan achchiq haqiqatlarga borib uriladi. Chunki barchasi biz o'ylaganchalik oddiy emas. O'tilayotgan fanlar qiziqarli emas. O'qituvchilar o'z fanni yoqtirmaydi. Atrofingizdagi insonlarning ko'pchiligi bu yo'nalishga umuman qiziqmaydi. Va eng achinarlisi, siz birinchi yilni shunchaki havoga sarflaysiz. Tarix, falsafa, dinshunoslik va jismoniy tarbiya kabi fanlarning sizning yo'nalishingizga umuman aloqasi yo'q. Yuqoridagi videodagi talabalar kabi siz, ukangiz yoki farzandingiz keyingi 2-3 yilda afsuslanmasligi uchun bizning jamoamizga qo'shiling va keyingi videolarni albatta ko'ring.